Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Baliq ishqibozlari. Ilon boshga ko'pchilik kislorod kerak deydi. Kislorod kerak emas. Ovqatlanish tarzi hamda havo olishi qaranglar. Mazza, qanday mazza. Bitta havolarda kirib ketadi. Ancha yuraveradi. Bunga hech qanday kislorod kerak emas. Qolmasa mana o'lgan baliqni ham yo'q. Ketdi. Rohat. Bunisi olmay kirib ketdi. Bitta havoga chiqyapti yana bittasi. Ketdi. Xullas do'stlar, mazza qilib tomosha qilinglar. Like bosishni unutmanglar do'stlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin.